Bugun biz kim ko'proq pul topish challenge-ini olamiz. Let's go. Let's go. Bugun biz kim ko'proq pul topish challenge-ini olamiz. Let's go. Bugungi challenge-da 2 soat davomida men parkovщик bo'lib ishlayman. Shohruh esa moykada mashina yuvadi. Kim ko'proq pul topsa, o'sha yutadi. Ovqat yeyotganlar yoqimli ishtaha, biz esa boshladik. Bugun men parkovщик kiyimidaman, chunki men bugun parkovщик bo'lib ishlab ko'raman. Yo'qamizda целый parking bor, bitta parkovщик yo'q. Hamma mashinalarni men o'zimga olib olaman. Shohruh bugun moyshik bo'lib pul topadi. Kim ko'proq pul topishini sinab ko'ramiz. Men o'ylaymanki, men yutsam kerak. Siz eng, xitriy o'zbekchasiga как будет? Okey. Siz eng qismi yo'lni tanlagansiz, ya'ni xitriy yo'l tanlagansiz. Nimaga? Chunki syomkani boshlayotgan joy bu parkovkani oldi va bu yerda hech qanaqa parkovщик yo'q. И plus Bobur shu yerda o'qiydi. Va каждый второй har o'tayotgan ikkinchi odam Boburni tanishi, o'rtog'i. Bitta narsani bilamiz, parkovщикlarga ko'p pul berishmaydi-da. Hozir sizni tanishlaringiz Bobur syomka qilayotgan ekan deydi-da, ma deydi-da, takoy normal summa berib ketishadi. Lekin muammo bor. Bu yerda hech qachon parkovщик bo'lmagan. Hech qachon hamma odam o'rganmagan to'shib kimdirga pul berish o'rganmagan odamlar, masjidda turgan odamlar. Xo'p, siz 10 ta tanishingiz chiqib 50 ming so'm bersa ham normalniy o'zi. Websterda o'qiyman-ku, как раз bu shunaqa odamlar bor-ku, takoy boyvachchalar. Как будто Websterda bechoralar o'qiydiganda, va ko'ramiz mashinalarni, va sizga aniq tanishlaringiz yaxshigina pul berib ketadi. No, brat, sizda zato qiyinroq challenge bo'ladi. Bizada do'stlar 2 soat ровно bo'ladi. Timer boshlangandan keyin siz ketaverasiz, yo'lni ham, если что, 2 soat ichida ko'rishamiz и sanab ko'ramiz kimda necha pul. Men obrazga полный kirib olishim uchun, чтобы meni bolalar tanimasligi uchun kep olaman. Men bunaqa parkovщикka o'xshadimmi? Bobur qani? Bobur. Aytaman. Mana Bobur. Men seni tanimay qoldim lekin-chi. Ладно, ketdimi, boshlaymi? Onam qo'yib oling. Juda hech kim tanimaydi. Takoy mo'ylov chiqadi-yu. O'shamanmi qo'yinglar. Tak, do'stlar, vaqt 2:13. Va biz 4:15 da ko'rishamiz. Men 2 soat. Okey. Biz soat chiqib ketish borishni boshlaymiz. Okey. Bo'ldimi? Tayyormisiz? Da, 5 ish tashaldi. Все, hammaga omad. Let's go, do'stlar. Ko'rishamiz. Tak, do'stlar, hozir men parkovщикman. Mashina kelyapti, srazu. Men o'rtoqlarim chiqib ketyapti. To'xtang, aka, to'xtang. Aka, pul bering, aka. Ладно, езжай. Akalar, parkovщик bo'lib birinchi marta ishlaman, pul berib ketdingizmi? Короче, do'stlar, o'rtog'im chiqib ketdi, lekin pul bermadilar. Mercedes akalarimdan so'radim. Websterda o'qiydigan bilmayman, lekin ular ham bermadilar. Hozir men oldimda BMW dan so'rayman, или такой g'alati his qilyapman, такой ko'rsa, orqamizda BMW turibdi. Видно? Вот orqamizda BMW turibdi, lekin что-то turibdilar-da, hali ketmayaptilar. Поэтому pul so'rash g'alatiroq. Поэтому hozir ishimizni qilamiz. Xo'p, do'stlar, men qayerga keldi deb o'ylaysizlar? To'g'ri, moykaga kelganman va bu moyka Toshkentdagi Brooklyn moykasi. Bu yerda juda ham ko'p mashinalar va qimmat mashinalar yuturadi. Mana orqamizda Gelik turibdi. Gelik ko'rib qo'ying, yangi Gelik, tagoy. Naryoqda Gelik turibdi, boshqacha rangda. Bitta tusalardan olasizda. Range Rover ustalari yopilingan, pastga tushib hozir moshiklikni boshlaymiz va 2 soatdan keyin Bobur bilan ko'rishib, kim yutganini bilib olamiz. Bo'lmasa biz ishni boshladik. Do'stlar, men aytdim, biz tezroq mashinani yuvishimiz kerak, forma almashtirishga ulgurmaymiz dedim, lekin Brooklynda обязательно forma almashtirilishi shart ekan va perchatka bo'lishi kerak ekan. Shuning uchun biz Brooklyn formasidamiz va perchatkalarni kiyib olib, ana endi ishga kirishamiz. Biz hozir qayerda bo'sh joy borligini bilishimiz kerak. Чтобы odam kelganda, "Opa! Aka, yordam beraman, aka." Aka, yordam beraman. Сразу разворот qilib oling, aka, сразу разворот. 775 RR номер. Opa! Я сейчас приеду еще дам. Opa! Birinchi pul do'stlar. Birinchi pul. Tak, nechta pul bo'ldi? 7000, нормально. Tak, aka, hozir yordam beraman. To'xtang, shoshmang. Mashinalar o'tib ketsin 1 sekund. Tak. O'tang, aka. Davay, yaqinroq bu tomonga aylantiring. Aka, to'xtab turing 1 sekund. O'tib keting. Rahmat. Hop. 2000 есть. 2000 есть bo'ldi. Pul berdilar, dal shu o'zlari ketaveradi. Bo'l, mashina yo'q, aka, mashina yo'q. Blin, bermadilar. Birinchi marta просто aniq yordam berdim besplatno. No, zato 2000 bor.
Yaxshi, уже yaxshi progress. Hozir nari tomonga yurish kerak. Mana, davay BMWdan so'rab ko'ramiz. Aka, vixlib bering birinchi. Aka, uzr. Assalomu alaykum aka. Biz parkovchik bo'lib birinchi marta ishlab ko'ramiz video uchun. Ozgina yordam bermaysizmi bizda? Pul 5000, 6000 adaqa challenge olamizda. Kim ko'proq parkovchik bo'lib pul yig'adi? Agar muammo bo'lmasa. Hoppa. Aka, mashinangiz juda qichov ekan. Вообще yoqdi. Vixlib ham zo'r. Rahmat kattakon. Vixlibni ko'rsatib berasizmi ozgina video uchun aka? Qani bo'lmasam? Ketdi. Aka, rahmat. Ana bo'lmasam, сразу резкий so'rab oldik pul. Уже nech pul bizada? Ну, короче, sanavasizda 2000, 7000 и yana 5000. И короче, o'tda baratam. Oldimizga kelib ketgan BYD menga 7000 berib ketdilar. Aytdilar, to что oz kelib 20 minutda yana ko'proq pul berib ketaman dedilar. Hozir mashinadan kutyapmiz. Yururing. Pul berib ketadilarmi? Mana bitta joy bor. Esishda, mana bitta joy bor. O, to'xtayaptilar. O'ngra. Не поместишься? Возле BMW. Стой. Yururing. O'ngra ozgina. Chapiroq endi. Yururing. Bo'ldi. Нормально. Brellosizmi? Oppa. Kontentingizni ko'raman, lekin bor yoqadi menga. Ukam ham bormi, ukam? Nima bo'pti? Hop, menga pul berasizmi? Men aniq videolar olyapmiz. Pul? Oppa! Dollar berganda berardilar. Okey, yaxshi pul bor. 6000. Nice. 6000 есть. Ketdi dальше. Короче, nari tomonga boramiz, chunki o'tda mashinalar chiqayotgan bo'ladi. O'tda hech kim chiqmayapti-da, короче. Ozgina bu yoqqa. Yururing aka. Yana bir bor rahmat deb ketdilar. Ну ладно. Короче, mana shu yerda katta parking bor. И mana shu parkingda hozir ishlab 2 soat davomida pul topamiz. Let's go. Hozir mana shu yerda Shohruh nima qilayotgan ekan? Qiziq. Va nihoyat biz 3-chi mashinamizni yuvib bo'ldik va bu BMW X5 va u tayyor. Joy bor aka. Rahmat deb ketdilar. Joy bor, ichkarida joy bor. Siz o'tib ketasiz aka. Orqaga yuring. Mana qilsangiz Gentra'ning orqasida. Bitta orqaga berib atak borsangiz bo'ladi. Yuring. Bo'ldi. Hop. Ketdi dальше. Nima menga pul bermadilar? Ila chiqib ketganini so'rash kerakmi endi, biling. Aka. Voy, urib ketmang. Chapro. Isho. Keling. Kelavering, ishoning. Endi bu tomonga. Yana kelavering. Urildi desam hazil. Orqaga. To'xtang, shoshmang. Orqaga yuring. Bo'ldi, rul prama, rul to'g'ri. Orqaga yuring. Bo'ldi, stop. Bo'ldi. $10 do'stlar. Lekin bu bola meni vosita tanib qolgan. Lekin baribir nima bo'lsa ham, это challenge. Men spesial shu turganman, aqlim ishlatdim, lekin bu yerda cheatersuy umuman yo'q, okey? Nimaga kepkadaman, kстати, chunki men parkovщикka o'xshashim kerak hozir. Aka, yordam beraman sizga, yordam beraman. Kelavering aka. Поместишься? Tak. Cho'tki turib oldilar-yu o'zlaringiz. Bo'ldi, stoy. 360 kamera bor-da bu mashinada, поэтому yordam такой kerak emas deb o'ylayman, lekin kutamiz endi. Hozir mana shu odamlar ham ketyapti qayergadir. Может быть, mashinani olib qo'yadilarmi deyman. Aka, biz tanishmasmiz. Спасибо, Короче.
Oo! Rahmat. Ana bo'lmasam bo'lar ekan-ku. Byudjetimiz 2x bo'ldi. И прям hozir menda где-то bir 20-40 ming уже примерно bor. И надеюсь, yana ko'proq topamiz. И men bitta bola kelyapti. Hozir oldiga boramiz, do'stlar. Yuraring. O'ngga. Yuraring. Bo'ldi, to'xtang orqaga. Bu yerda kamera bor-ku, naверное. Bo'ldi, ketavering. Bu xil bir qichi ekan u bola. Farqi yo'q aka. O'zingizdan chiqib beravering. Aka. Bu xil zo'r ekan, bitta beringchi. To'xtab, baxcheling. Aka, gap yo'q. Akalar, bu это Webster universitetida mana shunaqa odamlar o'qiydi. Bizda yana 20 ming bor. Hozir bizda общий 40 $10 и mayda chudadan 15 ming 20 ming примерно. Hozir sanab ko'ramiz. Bu shartda men yutaman, chunki men ko'p pul topaman. Chunki bu mashinalar yaxshi pul to'lashadi. Shohruh Aysi. Boburello. Nima bo'lyapti sizda? Mani vaqtim yo'q, siz meni vaqtimni o'g'irlayapsiz, men mashina yurishim kerak. Bo'pti. Nech pul ishladingiz? Voy, tashavordi-yu, omad tilamayman deb tashavordi. Aytmaymiz, nech pul ishlayotganimizni oxirida aytamiz. Nima deb o'ylaysizlar? Men nech pul ishlayman? Nima deb o'ylaysizlar? Men mo'yka qilib nech pul ishlayman? Fikringizni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Do'stlar, bizda ikkinchi mashina yuvib bo'ldik va bu BMW i3. Do'stlar, mashinadamisizlar? Yordam beraman chiqib ketishga, aka. Такой от душенски menga rahmat berib olsangiz, go. Do'stlar, ana so'ragan akamdan yordam beramiz hozir. Hamma qiz millimetrajga qaranglar, просто men millimetrajga. Tak, birinchi orqaga do'stim. Yuring. Azgina tormozni bo'shatib gazni bosmaysiz. Uzr akajon. Yuring. Yana azgina. Bo'ldi. Oldiga o'ngga. Yuring, bu yerda yarim metr bor. Yuring. Isho. Bo'ldi. Yuringchi. Yuring. Spokойно, смело. Уже chiqib ketdingiz. Chiqasiz. Отвечай, жопу ставлю. Ну ладно, orqaga bering. Прям qo'rqayotgan bo'lsangiz orqaga bering. Mana shu yerda reально yordam berdim, мне кажется. Odamga chunki qiyin joy edi. Pul bermayman, pul. 10 ming do'stlar. Aka rahmat. 10 ming bor. И hozir bizda уже 90 ming praktik. Shohruh qiz nima qilyapti ekan? Biz hozir Boburelloga telefon qilib ko'ramiz. Boburelloda nima gapligini bilamiz. Boburello, endi men sizni bezovta qilaman. Boyama mashinaga o'tirdim, o'shancha gaplashmadim. Xo'p, nech pul topdingiz? Siz birinchi ayting. Yo'q, siz ayting. Yo'q, men birinchi telefon qildim sizga, ayting. Men agar mashinalarni yuvib bo'lganimdan keyin olaman pulni, o'shaning uchun men oxirida aytaman. Chunki men hali yuvmadim mashinani oxirigacha. Ну, примерно хотя бы narxini aytganlar sizga. Ne, aytolmayman. Okey, men ham aytmayman bo'lmasa. Joyida. Yo'q. Okey, men nima deyman? Menda so'mlar bor va dollarlar bor. Да ну, серьезно? Да, dollarlar, $1 deyman. Hozir men oldimda mashina chiqib ketyapti. Endi siz bilan gaplashayotganimda hozir potensialniy 5-10 ming so'm yutqizyapman hozir siz bilan gaplashib. Da, unda men siz bilan ko'proq gaplashib turaman. O'zi qalay ketyapti kontentlar? Normal. Da, bu videoni montajini qachon qilib bo'lasiz? Mashina chiqyapti, bo'ldi. Xayr. Shohruh Aysi, omadingizni bersin. Lekin men yutaman. Xayr. Ha, nech pul topdingiz? Nech pul topdingiz? Lekin Boburga bu ishimiz o'tmadi. 1 minut 50 sekund vaqtini oldim Boburga telefon qilib, bitta mashina o'tkazib yubordi. Yaxshi bo'ldi. Bo'lmasam biz yuvishni davom etamiz. Hozir yordam bera olaman. Mashina yo'q, если что, резкий chiqsangiz, uspet qilasiz.
Oppa. Rahmat do'stim. Mashina joy bor, aka, joy bor. Voy, blin. Hozir mashina kimdir tiqib ketaman-da, baribir ham. No, уже yana 5000 so'm bor. Yaxshi. Takoy kimdir chiqib ketayotganini ko'rish kerak-da, izidan kelish kerak. Mana bitta joy bor, aka, BMW X5. Takoy kofe olib kelishni qidilarmi deyman bular. Rul прямо. 1 sekund, aka. Руль прямо. Можете еще чуть-чуть назад и вот так, смотрите. Вот так. Вот так заехать. Еще чуть-чуть назад. Теперь D. Право. Да, идемте. Теперь влево. Стойте, едьте. Да, едьте. Сильнее. Еще. Прямо руль. Едьте. Еще едьте. Теперь направо. И продолжайте ехать. Продолжайте. Еще. Тут много места. Все. Пока что man уже где-то bir 7-8 ta rahmat eshitdim, chotki. И anavi qizim ketib qoldi, просто metro tarafga ketuvdi ekan. Просто fail do'stlar, shunchalik o'tdi, uni izidan yurdik. Nima bo'lyapti? Aka, yuring. Mashinaga otdi, to'xtang, mashinaga otdi. Bo'ldi, o'tkazatdi. Rahmat aka. Yes! Mashina yo'q, если что, yuring. Смело. Bosing, братан. Tushunmadimmi? Ладно, bu ham bermadi. Вот здесь. Ikkita joy bor, O'ngroq. Yuring. Mashina yo'q. Yuring, aka, bosing. Давайте azizga yordam berib turaman. Chaproq olasiz. Endi sizlar. Yuring. Bo'ldi. Что-то man uyalyapman, жестко uyalyapman. Do'stlar, uyalib ketaman. Ko'p pul ko'rsa, hozir yugurib boraman oldiga. Bratан, bivoyda выезжайте, проспал. Biz esa darsni bosamiz. Bo'lmasam do'stlar, hozir yana chiqadigan odamlar yoniga borib, yordam bera olamiz. Уже menga qiziq emas kim qayerda turishi, chunki hozir bizning maqsadimiz faqat pul. Kim chiqayotgan bo'lsa shu beradi. Takoy qarab turamiz. Vaqt. 1 minut. Do'stlar, menda 1 minut qoldi. Hozir 1 minut ichida kimdir Oppa, ketdilar. Hozir ana mashina egasiga ketdilar. Aka, yordam bera olaman. Ha? Kim ko'proq pul topadi, parkovщик или мойщик? Agar menga yordam bersangiz, можете yutib ketaman hozir. Уже zavod qilgansiz, brat. Oxirgi minut qoldi do'stlar. Mana shu akamga oxirgi marta yordam beramiz deb o'ylayman. To'xtang aka, mashina ketdi. Da, orqaroq yuraysiz. Chiqavering aka, o'tkazatdilar. Normal. Oppa, rahmat aka. O'tiring. Tak, bo'ldi. Yana 5000 bor. Chotka. И vaqtimiz 4:15. Hozir menga shuncha do'stim nimadir baqiryapti, hozir borib pul tortamiz. Gapirgan uchun. Ты сейчас мне денег дашь, чтобы я выиграл в челлендже? Парковщикка от душенски necha pul berasan? Ishim yo'q, yuring, brat, yuring. Hech kim yo'q вообще. Yana bittasini topib oldik сразу. Voy. Oppa, rahmat. Do'stlar, 15 minut oxirgi minutda. Tak do'stlar, soat 17. Shohruh AC kelyapti. Ana Shohruh AC keldi. Sразу o'chirmasdan kamerani bosib ketamiz. Oxirgi minutda ko'rdinglar, ikkita odamga yordam berdim. Rovni joyida 20 ming so'm ishlab ketdi. Go. Tak do'stlar, vaqt уже 4:15 dan o'tib ketdi. Telefonda ko'rsatdim sizlarga. И biz hozir Shohruh AC bilan ko'rishamiz. Kim ko'proq pul topganini topib olamiz. Biz esa ularni kelishini kutamiz. Do'stlar, men 5 ta mashina yuvaman deb o'ylagandim, lekin 3 tasiga uspet qildim, chunki soatimizda mana 4 dan 11 minut o'tdi. Yana bitta mashina yuvadigan bo'lsam, уже 4:30 dan ham oshib ketib qoladi. Shuning uchun men 3 ta mashinadan keyin to'xtadim. Hozir o'tdan pulni olamiz va Boborelloning oldiga boramiz. Keyin kim ko'p pul topganini o'sha yerda bilib olasizlar. Hozir qancha pul olishimizni bilib olamiz. Qani bo'lmasam, biz Shohruh AC bilan ko'rishdik. Nastroy qalay? Bo'ladimi? Menda kayfiyat chotki. Men o'ylayman, men ko'p ishladim, lekin bitta narsani aytib qo'yish kerak. To, что biz 2 soat prям para paytini oldik-da. И вот qarang, hozir 4 где-то 28 и para как раз 4:20 da tugaydi-da Websterda. И hamma hozir ketaverdi. No, men уже olamadim pulni. Chunki bizning vaqtimiz tugab qoldi. Takoy
Necha bo'lib qoldi-da, necha? Eng ko'pi necha pul berishdi? 127 ming so'm. $10. Oo, tushunarli. Yudim. Ikkita mashinani yudim. Bular BMW i3, BMW X5 va Gelanwagen. Chivoy. Bitta narsa. Chivoy qoldirib ketmadimi? Yo'q. Voy, bilan. Boshqalpanga chivoy berishmadi va shu yuvganim uchun pul berishdi все. Okey. Ko'rsatamizmi? Da, sizda qancha? Lekin men dakansa sanamadim hali. Da, Lekin saning. mana pochishga chiqdi, qarang. Saning bo'psiz. 237 ming. 237 ming 2 soat ichida do'stlar. Menda 150 ming, 100, 105, 110, 115, 110. Men shu yerdaman. Bitta gap aytaymi? Men shu yerdaman Bitta gap do'stlar. aytaymi? Bitta endi odamlar o'ziga bog'liq hammasini mana bu hal qildi-da, chimosizlar. Da. Men buni shuncha yig'ilingan pullar o'rnini bosib turibdi-da. Agar o'sha hajab 10 mingtalik, 20 mingtalik bo'lganda ham hozir sizda где-то 140 mingcha bo'lgan bo'ladi. Da. Menda 150 ming. Ну, короче, do'stlar, agar parkovщик bo'lmoqchi bo'lsanglar, to bloger bo'lib bo'linglar, tanib qolib ko'proq pul bersin va men shunaqa maslahat beraman. Поэтому shu joyda obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar и Shohrux legenda deb yozinglar. Sizlar ishtirok qiling. Aytgancha, men ham YouTube kanal olib boraman. Da, kстати. U yerda Bobur ham chiqqan. Yaqinda bitta videoim chiqadi. Menchi Boburnikidan keyin bu videodan keyin chiqsa kerak meni videoim. Shuning uchun meni ham xohlasanglar kanalimga o'tib qo'ysanglar bo'ladi. U yerda juda ham qiziqarli videolar. Ekraningizda nomi chiqdi, pastda ссылка bor. O'tib, mazza qilib ko'ringlar. Albatta. Aytgancha, agar Boburelloga hali obuna bo'lmagan bo'lsanglar, hoziroq obuna bo'lib, videoga like bosib va shu video haqida o'z fikringizni kommentariyaga yozib ketish esingizdan chiqmasin do'stlar. Let's go!